Qur'onda oyat turibdi: "Va man yu'min billahi va man yakfur billahi va man yu'min billahi va yakfur bit-tag'ut" degan. Va man yu'min billahi va man yakfur billahi va man yu'min billahi va yakfur bit-tag'ut degan. San va san kabi farosatsiz saroy mullalari shariatda tog'utni inkor qilish, tog'utdan yuz o'girish nimaligini bilmaganliklaring sababli ushbu oyatga ham tillaring kelishmaydi. Ey xoin, bu oyatni takrorlagin, chunki bu islomda o'z o'rniga ega bo'lgan oyatlardan biridir. Faman yakfuru bit-tag'uti va yu'min billah. Kimki tog'utni inkor qilib Allohga iymon keltirsa, mustahkam xalqini ushlabdi. Bu oyatning tafsiriga nazar soladigan bo'lsang, bu xalqa la ilaha illallohdir, ya'ni tavhiddir.